Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistanның Aqtaşlıq kitabı toğrusida axbarat e'lon qilish yig'ini chaqirildi. Din xabarlari mulozimati xabar tori, huquq tashkilotlari va siyosiy rahbarlar Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishni talab qildi dedi. Texas Kengash palatasiga sunilgan qonun loyihasi Xitoy qatorliq bir necha davlat fuqarolarining Texasdan uy mulk setib olishini cheklaydi ekan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Təşkilatı Amerika hökumətinin Xitayning işğal qılıb alğan Şərq Türkistandakı Uyğur, Qırğız, Qazaq və başqa Türkiyə xalqlarına qarşı yürgüzüb atqan irqi qırğınçılığını e'tirof qılğanlığının 2 illik xatırı günüdə Şərq Türkistan haqqındakı ümumi bayanını ifadələgən Şərq Türkistanның Aqtaşlıq kitabı toğrusida 19 yanvar günü Washington şəhrində axbarat e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Aqtaşlıq kitab Şərq Türkistan Xitayning bir parçası bo'lib boqmagan. Şərq Türkistanning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish birdan-bir yo'ldir. Yig'inchoqlab aytganda, Şərq Türkistanning mustaqilligini qayta qo'lga keltirib, Xitoy Kompartiyasining ishg'ol ostidagi Şərq Türkistonni yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirib, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlarining asosiy erkinlik va inson haqlarini kafolatlantiradi. Aqtaşlıq kitabqa asoslanganda Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining yildizi Şərq Türkistanning ishg'ol va mustamlaka ostida qilinishidan iborat. Aqtaşlıq kitab to'g'risidagi axborot e'lon qilish yig'ini Şərq Türkistan sürgündü hökumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandining bu doklad e'lon qilinganda Şərq Türkistan Xitoy Kompartiyasi tarafidan ishg'ol qilinganiga 73 yil bo'lgan bo'lib, Xitoyning tarixiy faktlarni yo'q qilib o'tish, Şərq Türkistan haqida xato uchur tarqitish tirishchanligi, ishg'ol va assimilyatsiya yurgizishdagi kultur, etnik, tarix va diniy milliy kimligini yo'qotish ustiga markazlashgan deb so'z qilishi bilan boshlandi. Va G'ulom Osmon apandi bu doklad Şərq Türkistonga aloqador xato uchurga qarshi turishni kuchaytirish uchun bir vosita bo'lib, Şərq Türkiston sürgündü hökuməti Şərq Türkiston xalqiga vakolatan imkoniyatning bericha har yerda har vaqt burunqi xotirini tuzitish uchun barliq so'rinlarni qo'llanish kerak deb davomlashtirdi. G'ulom Osmon apandining so'zi oxirlashgandan keyin Şərq Türkiston sürgündü hökumatining tashqi ishlar ministri Aziz Sulaymon apandi Şərq Türkiston nupusi va Şərq Türkiston xalqiga aloqador qisqacha ma'lumot berib, Xitoy Şərq Türkistonga ega bo'lib olish uchun qonunsizlik bilan Şərq Türkiston qadimgi zamondan beri Xitoyning ayrilmas bir qismi deydi. Amaliyotda Xitoy 1949 yili Şərq Türkistonni besib olgandan keyin Şərq Türkistonni kontrol qilib o'ziga qo'shib olgan dedi. Aziz Sulaymon apandi dokladdagi nupus masalasini ta'kidlab, tarixiy nupus va boshqa sonliq ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 2016 yili Xitoy Şərq Türkistondagi Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizishdan ilgari Şərq Türkistanning nupusi 40 milliondan ortiq edi dedi. Xitoy davlat axboroti Xinhua agentligining xabar qilishicha, 2016 yildan 2017 yilgacha bo'lgan oralikda Xitoy hukumatı Şərq Türkistondagi 36 million xalqning DNA avrishkisini yıqqan. Şərq Türkiston sürgündü hökumatining strategik maslahatchisi Mamtimin A'lo apandi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik haqida to'xtalib, xalqaro jamiyat Xitoyning ishg'ol qilingan Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga qarshi yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka selish qilmishlariga qarshi ahamiyatli harakat qo'llanilmadi dedi. Şərq Türkiston sürgündü hökumatining bosh ministri Salih Xudoyor Şərq Türkistonliklarga qarshi elib berilayotgan Xitoy istixborot harakati ustida to'xtalib, Xitoy hukumati Şərq Türkiston xalqining mustaqilligini qayta qo'lga keltirish tirishchanligiga ziyonkashlik qilish uchun uzun zamondan beri hamkorlik va inkor qilish strategiyasini davomlashtirib kelyotidi dedi. U yana xalqaro jamiyatni Şərq Türkistonning mustaqilligini qo'llashga chaqiriq qilib, Şərq Türkiston sürgündü hökuməti dunyodagi barliq hökumətlərni Şərq Türkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga, shundaqla Şərq Türkiston xalqining erkin va mustaqil bir davlat sifatida mavjud bo'lib turish huquqini qo'llashga chaqirdi. Ilgari Beijingda yordamchi armiya vazifasini o'tagan Amerika armiyasining pensiyaga chiqqan ofitseri Bin Lausin apandi muxbirlarni kutib olish yig'inining oxirisida xulosa qilib, Şərq Türkistonning Amerika va boshqa demokratik davlatlar uchun ahamiyatini tushuntirdi. U Şərq Türkistonning ahvolini e'tirof qilishning muhimligini ta'kidlab, Amerika parlamenti, shundaqla demokratik dunyoning har qaysi joylaridagi parlamentlar va qonun chiqaruvchilar Şərq Türkistonning asir qilingan davlat ekanligini tunib yetishi kerak. Biz bir kuni Şərq Türkistonliklarning ona vataniga erishishini umid qilib,
Tibetga bergan yordamni Sharq Turkistongami berayli, Tibetni qo'llagandek Sharq Turkistonni qo'llayli dedi. Din xabarlari mulozimati to'rining 19 yanvar kunidagi xabarida sobiq davlat ishlari kotibi Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik deb atagandan keyin huquq tashkilotlari va siyosiy rahbarlar Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishni talab qildi dedi. Xabarda aytilishicha, Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining rahbari Salih Xudoyar 19 yanvar payshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida vaqt qolmayotidi. Agar Xitoyning irqiy qirg'inchilik va mustamlika siyosati davomlashsa, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning yana 50 yil ichida mavjud bo'lishi bir masalaga aylanib qoladi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy Xinjiang deb ataydigan musulmon Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar yashaydigan tarixiy makon Sharq Turkistonga vakillik qiladigan bo'lib, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti ikkisi Xitoy 1949-yili ishg'ol qilib olib, mustamlika yurgizayotgan bu zaminning ishg'oliyatdan qutulishini maqsad qiladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining strategik maslahatchisi Mantimin A'lo apandi dunyoning irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda qochib qutulg'ili bo'lmaydigan muqaddas va insonparvarlik mas'uliyati bor dedi. Payshanba kundagi yig'inda so'z qilguvchilar zo'ravonlikni faqat Sharq Turkiston mustaqilligi orqali to'xtatqili bo'ladiganligini, garchi xalqi sunniy musulmon bo'lsa-mu, har qanday shakldagi islom oshqunligi bilan munosabatining yo'qligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Jumhur raisi G'ulom Osmon Yag'ma apandi Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining Xitoyning Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqidagi tashviqotiga qarshi yaqinda 300 betlik doklad e'lon qilganligini uqtirdi. 9 betlik qisqacha mazmuni to'rda e'lon qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyar Sharq Turkiston xalqi uchun olg'a ilgirlashning birdan-bir yo'li mustaqilligimizni va erkinligimizni asliga keltirish. Bu irqiy qirg'inchilikni haqiqiy tugatib, xalqimizning mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Teksas shtati Xitoy, Rossiya, Chavshan va Iran fuqarolarining Teksas shtatida uy mulk sotib olishini cheklashni maqsad qilgan qonun loyihasini sundi. KXN xabar to'rining 20 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Teksas Kengash palatasiga sunilgan bir qonun loyihasi Xitoy, Rossiya, Chavshan va Iran fuqarolarining Teksas shtatida uy mulk sotib olishini cheklashni maqsad qiladi ekan. Avam palata a'zosi Cumhuriyetçilik partiyasining bir qism yuqori darajalik amaldorlarining chet el dushmanlarining Teksas yerini sotib olish orqali davlatning manfaatiga ziyon yetkazishidan andisha qilayotganda, Avam palata a'zosi Louis Kolhorst Kengash palatasining 147-nomerli qonun loyihasini sundi. Amerika Yezilik ministerligining sonliq ma'lumotiga qaraganda, boshqa shtatlarga solishtirganda Teksasning 4,700,000 modan ortiq yeri shaxsiy egdorchilikdagi yerlarning taxminan 3%ni egallaydi ekan. Yezilik komissari Sid Meller bu cheklashni qo'llaydigan davlat miqyosidagi eng yuqori darajalik amaldorlarning biri bo'lib, men bizning harbiy asliyalarimizning yanida ularning yerining bo'lishini xohlamayman. Ular josuslik qila oladi. Biz ularning korxona dunyosidagi savdo maxfiyatligini o'g'irlaganligini bilamiz. Shunga men fursat bo'lsa, ularning nima qiladiganligini tasavvur qila olmayman degan. Texas 2021-yili 4 davlatga aloqador shirkatlarning halqiliq ul asliyalarga ulashishini cheklaydigan qonun ma'qullagan. İslam mafkurasi nuqtasidan kuzatgandimi, vatan mustaqilligi da'vosi kalimatullarni ustun qilishning muqarrar sharti bo'lish e'tibori bilan eng oliy jihod farzidir. Bu yo'l xuddi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytgandek, abadiylik hayotga tutashtiradigan sharafli o'limga vasila bo'ladigan muqaddas yo'ldir. U shundoq aytadi: "Shundoq o'lim borki, u senga abadiy hayot baxsh etadi. Sen shundoq o'limga hirismand bo'l." Şübhəsizki, vətən müstəqilliyi ana şundaq özünü öz ichiga olgan barliq shaxsiy manfaatlardan, yo'liga to'salg'i yoki putlakashang bo'ladigan barcha bog'lanishlardan o'zini uzil-kesil qilishni shart qiladi. Bu yo'lda o'lim o'tkilini hech qachon voz kechish yoki chekinishni yo'lliq qiladigan yeshil chiroqqa aylantirishga bo'lmaydi. Balki o'lim bu yo'lda oxirgi nafasda orzulanadigan, pido qilishga to'g'ri kelganda ikkilanmay tasadduq qilinadigan eng bebaho narsa qilishni taqozo qiladi. Yo'lga chiqishdan avval boshqa kelish mumkin bo'ladigan moddiy va ma'naviy aziyatlardan tortib, jondan judo bo'lishga qadar bo'lgan barcha fidokorliklarni hisob-kitobga ilishni, buni Alloh rizosiga erishtiradigan sinoq sifatida qabul qilish bosqichidan o'tgan bo'lishini, buni bir iymoniy zaruriyat sifatida aqida qilishni tashabbus qiladi. Mana bu vatan mustaqilligi davosida bo'lishga tegishli islomiy shuurdir.
Borhan Muhammadning noahlilik va salohiyatsizlik sirtmoqlarida bo'g'ilayotgan mustaqillik ko'rishi nomli maqolasidan ilindi. Hurmatli ko'rurmanlar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.